Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu va nusalli ala rasulihil karim. Robbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alloh taologa hamd va sanolar va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom salvatlar. Uxlashning odoblari, uxlashning sunnatlari degan mavzuda uxlashning sunnatlarining 19-siga kelganmiz. 19-sidan davom etamiz. Xo'p, musabbihat, ya'ni Hadid, Hashr, Jumu'a, Tag'obun va A'la suralarini o'qib yotish. Abu Dovud rivoyat. Qala Irbad ibn Sariya radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kana yaqra'u al-musabbihat qabla an yarquda. Irbad bin Sariya radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib aytadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uxlashlaridan oldin, yotishlaridan oldin musabbihatni o'qir edi deb aytilyapti. Demak, mana shu musabbihat degan suralarning ichiga Hadid surasi, Hashr surasi, Jumu'a surasi, Tag'obun surasi va A'la suralari kiradi. Ana shu 5 ta sura bo'ladi. Mana shu 5 ta surani o'qib yotish kerak ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qilganlar. Endi qarang, biz yuqorida ko'p suralar o'qib yotish kerak dedik. Sajda surasini, Mulk surasini, Isro surasini, Zumar suralarini dedik. Undan oldin Ixlos, Falaq, Nas suralarini, Oyatul Kursini, Kafirun surasini, Baqara surasining oxirgi 2 oyatlarini deyapti. Endi ana shularning hammasiga qurbingiz yetsa, kuchingiz yetsa, albatta shularni qiling. Endi bularni o'zini har birining fazilati bor. Bir kun uni qilsangiz, bir kun buni qiling. Bir kun uni qilsangiz, bir kun buni qiling. Ya'ni bir kun dam olib, boshqasini dam olgan kuningizda buni qiling, uni qilganingizda bunisini dam olganingizda unisini qiling. Qisqasi o'rin almashtirib qilib yursangiz yaxshi. Yoki bo'lmasa, bittasini har doim davomli qilib yuring. Masalan, Nas surasini, Ixlos surasini, Falaq surasini, Oyatul Kursini o'qib yotayotgan bo'lsangiz, har doim shu amalni qilib yoting. Undan keyin o'qishingizdan oldin, yotishingizdan oldin Qur'onni kitobni ochasizda, undan qaysini Kafirun surasini o'qiysiz, Mulk surasini o'qiysiz. Mana shuni har doim davomli qilib yurganingiz eng afzal bo'ladi. Qolganlarga qo'lingizdan kelsa, kuchingiz yetsa, vaqtingiz bo'lsa, qilsangiz eng afzal bo'ladi. Bu payg'ambarimizning sunnat amallari. 20-si o'ng tomoni bilan yotish. Buxoriy. Qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Summa istaji' ala shiqqikal aymani." Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar, uzun hadisning eng qisqartirilgani, ya'ni bizga tegishli joyini aytayaptiki, "Summa istaji'", ya'ni o'ng tarafing bilan, o'ng tomoning bilan yotgin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uzun bir hadisda sahobaga o'rgatgan vaqtda shuna qilib aytgan va o'ng tomon bilan yotishlik to'g'risida bizga aytgan. Biz o'tgan darsda men sizlarga ko'rsatib bergan edim, qanday qilib to'shakka kelib o'tirish kerak, to'shakka qanday qilib o'tirish kerak va ana shu o'tirganimizdan keyin o'zimizga qanday qilib dam solishligimiz kerak va ana shunidan keyin qanday yotishlik haqida ham aytgan edim. Endi yotganimizda iloji boricha qiblaga qaraysiz. Qiblaga yuzingiz qarab yotishligi yaxshi va o'ng tomon bilan yotasiz, o'ng qo'lingizni ustiga yuzingizni qo'yib yotishingiz kerak bo'ladi. Mana shu eng yaxshi odat bo'lib hisoblanadi. Endi qarang, buning nima qanday fazilatlari bor? Agar siz o'ng taraf bilan yotadigan bo'lsangiz, sizning yuragingiz xotirjam bo'ladi. Qanday xotirjam bo'ladi desa, mana yuragimiz o'ng taraf bilan yotganimizda bosilmaydi, ya'ni teparoqda bo'lib qoladi. Shunda yuragimiz urishligi osonlashadi, yengil bo'ladi, uxlaganimizda qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Mana shunday yotganimizda. Agar siz chap tomon bilan yotadigan bo'lsangiz yoki dum tushib yotadigan bo'lsangiz, yuragingiz urishligi, nafas olishligingiz qiyinlashadi va qancha kasalliklarga yoki yurak og'riqlariga sababchi bo'lishligi mumkin. Endi yana bitta foydasi, agarda o'ng taraf bilan qo'lingizni ustiga boshingizni qo'yib yotadigan bo'lsangiz, qo'limizda ko'rinmaydigan bir nur borki, agar boshingiz og'riyotgan bo'lsa, qo'lingizni mana shunday qilib yotadigan bo'lsangiz, boshingiz og'rig'i qoladi. Qarang, sunnatda qanchalik foydalar bor. Undan keyin, agarda yana o'ng taraf bilan yotadigan bo'lsangiz, oshqozonimizning ishlashi yengillashadi, osonlashadi, hazm qilish ishi tezlashadi. Ya'ni yengil bo'ladi. Nima degani? Agar siz o'ng taraf bilan yotadigan bo'lsangiz, oshqozonimizdagi yellar, gazlar to'planib qolganida ularning chiqishligi oson bo'ladi. Va yaxshi xotirjam, sifatli uyqularni keltirib chiqaradi. Agarda siz dum tushib yotsangiz, chap taraf bilan yotadigan bo'lsangiz yoki boshqa bir holatlar yotadigan bo'lsangiz, ichimizdagi to'plangan havolar, gazlarimiz chiqishligi qiynaladi
va ichimiz, oshqozonimiz haligi gazlarga to'lib, qiyin uyqularimiz halovati yo'qoladi. Shuning uchun nima qilishligimiz kerak? Mana shunday sunnat holatlarida yotishligimiz eng afzal bo'ladi. Agar siz ana shunday yotadigan bo'lsangiz, 3 ta foydasini ko'ryapmiz. Birinchisi, bosh og'rig'ingiz mana shunday qilib yotganingizda to'xtaydi. Yuragingiz mustahkam, yaxshi, kuchli o'z ishini davomli qiladi. Agar yana 3-chi foydasi bo'lsa, ichimizdagi gazlarning chiqishligi va ichimizda to'planmasdan xotirjam uyqu, sifatli uyqu bo'lishligini kafolatini beradi. Demak, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning har bir aytgan sunnatlarida, har bir aytgan amalida va har bir qilgan ishida biz uchun manfaatlar bor. Qachon biz payg'ambarimizga ergashsak, payg'ambarimiz qilgan ishlarini qilsak. Savol bormi? Asha o'rtog'imizdan yotganimizda yo'qlab qo'yamiz, yana uyalama qilamiz. Ha. To'g'ri savol berdingiz. Agar birinchi yotganimizda mana shunday holatda uyquga ketganimiz afzal. Tushunyapsizmi? Endi siz uxlaganingizdan keyin har xil holatda yotib qolishingiz mumkin. Dumchib yotishingiz mumkin, chap tarafga yotib qolishingiz mumkin. Eng boshlang'ich etapini mana shunday holatda boshlash kerak. Agar siz uyqungiz kechga vaqt uyg'onib yotganingiz holati boshqacha bo'lib qoladigan bo'lsa, yana ana shu holatga kelib yotishligingiz yaxshiroq bo'ladi. Agar hech narsani bilmasdan yotgan bo'lsangiz, unda sizni bunday yotishligingiz sunnatga xilof bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Iloji boricha ana shunday holatda, ya'ni sunnat uyquga yotishligingiz yaxshiroq. Yana bir sunnat uyqu yotish deb aytiladiki, osmonga qarab ne qilib yotishlik. Mana shunday holatda. Qo'lni ko'krakka qo'yib yotsa ham yaxshi bo'ladi. Nimaga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilib yotganki, vahiy, ya'ni Jabroil alayhisalom kelib qolganlarida men ana shu vahiyni olishligim osonroq bo'lsin, yengilroq bo'lsin, deb ana shunday holatda yotganlar. Demak, nima qilishligimiz kerak? Mana shunday holatda yotishligimiz, sunnatli holatda yotishligimiz afzaldir. 21-si. O'ng qo'lini jag'ining ostiga qo'yib bu duoni 3 marta o'qish. Allohumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Ya'ni Allohim bandalaring tiriladigan, qayta tiriladigan kunda azobingdan meni saqlagin degan duo bo'ladi. Xo'p. Qala Hafsa radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Hafsa radhiyallohu anha payg'ambarimizning ayollari bo'ladi. Aytadi, albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar yotishni xohlaganlarida o'ng qo'lini jag'ining ostiga qo'yar edi va keyin shu so'zni aytar edi. Allohumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. 3 marot. 3 marta mana shu duoni aytib yotar ekan. Payg'ambarimizning sunnatlari. Ya'ni biz boshqa duoni ham bilar edik-a. Ya'ni biz yotganimizdan keyin Allohumma bismika amutu va ahya degan duoni aytamiz. Endi mana duoni ham qo'shib qo'yasiz. Allohumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak deb 3 marta aytib qo'yasiz. Bu ham nima ekan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnat duolari bo'lib hisoblanadi. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa va nastaghfiruka va natubu ilayk. Allohumma arzuqna ilman nafi'a va rizqan tayyiban va amalan mutaqabbala. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.